Voy bu ayol nimalar qilyapti deb videosini oxirigacha ko'rsam, voy qizlar, buni qaranglar, pufakli archa yasab tashladi. Bu narsadan men olmasam bo'lmaydi deb rasmini olib, Xitoy programmalarimga tashladim. O'zi ham qimmat bo'lsa kerak, chunki archalarning narxi palon so'm turadi-ku. Lekin bu archalarning narxi bilasizlarmi qancha? 20-30 ming ekan. Razmeriga qarab narxlar o'zgarar ekan. Archani bitta o'zi 20 ming so'm turar ekan. Yonida xohlasanglar mana shunaqa ukrasheniyalari bor ekan. Men kiyikchalisini olmoqchi bo'ldim. 1980 yuan tushdi. Endi konverterga tashib ko'ramiz. Qancha ekan o'zbek so'mida? 33.350 so'm qizlarjonlar. Bitta archani narxi ko'ryapsizlarmi qanaqa? O'ylab o'tirmasdan zakaz qilib haligi esa raspakovkasini qilib beraman. O'zimizda archa olaman desanglar, narx 1 million 2 millionga archa olasizlar. Undan tashqari bezaklariga ham ancha pulinglar ketib qoladi. Bu archani umuman bezamasanglar ham bo'ladi. Yonida ukrasheniyalar bilan olsanglar. Qizlarjonlar, hozir ko'rsatgan programmamda katta chegirma ketyapti. 12. Bu degani 50%, 30%, 20% chegirmadagi narsalarni olsanglar bo'ladi. Qizlarjonlar, yangi yilga hali ancha vaqt bor. Mana Xitoy kursimda o'qib, bemalol sifatli arzon tovarlarni zakaz qilishni o'rganib olsanglar bo'ladi. Yangi yilga yaqininglarga sovg'alarga ham juda ham zo'r narsalarni topsanglar bo'ladi. Mana shu sharf Xitoyda 15 ming so'm bo'lib turibdi. Kачествоsi gapirish mumkin emas, chunki o'zimga zakaz qilganman. Xitoyda narxlar siz o'ylagandan ham arzon. Qizlar mana shunaqa tovarlarni olib kelib onlayn magazinlar ochib, uyda o'tirgan holda yaxshi daromad topishdi ham. Men sizlarga Xitoy kursimda o'rgataman. Kursga yozilmoqchi bo'lsanglar, mana shu nomerimda Telegramim bor. Telegramdan yozsanglar to'liq ma'lumotlarni beraman. Hozirda kursimga 50% chegirma ketyapti. Chegirma paytida Xitoy kursimga qatnashib oling.